Barcha ota-onalarni qiziqtirgan savol. 9-sinfni bitirgan o'quvchilar ham tibbiyot texnikumiga hujjat topshira oladimi? Assalomu alaykum. Avvalambor, Sino izdoshini ta'lim blogi bugundan ishga tushdi. Bu savol juda ham ko'p yangraydi. 9-sinf bitiruvchilari tibbiyot texnikumlariga hujjat topshira oladimi? Afsuski, buni iloji yo'q. Oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligi tomonidan tibbiyot texnikumlarimizga faqatgina 11-sinfni tamomlagan yoki undan oldingi yil kasb-hunar texnikumlari, kollejlarni tamomlagan barcha abituriyentlar hujjat topshirish huquqiga ega hisoblanadi. Qaytarib o'tiraman, 9-sinf bitiruvchilarimiz tibbiyot texnikumlariga hujjat topshira olmaydi. Tibbiyot texnikumlariga qay tartibda hujjat topshiriladi va qay tarzda amalga oshiriladi? Tibbiyot texnikumlari bugungi kunda davlat va nodavlat ta'lim shaklida olib borilmoqda. Tibbiyot texnikumlariga hujjat topshirish oliy ta'lim tashkilotlarining yakuniy natijalari chiqqandan so'ng 10 kundan keyin har bir abituriyent o'zining shaxsiy kabineti orqali kirib topshirishi mumkin hisoblanadi. Nodavlat tibbiyot texnikumlari uchun esa qabul iyul oyidan boshlab bemalol kelib shartnoma asosida suhbatdan o'tgan holatda hujjat topshirishlari mumkin hisoblanadi.